Ovoz yaxshimi? Shunda boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Xo'sh, bugun biz sizlar bilan logaritm xossalarini o'tamiz. Logaritm juda ham bizga kerakli mavzulardan biri. Chunki bitimida ham milliy sertifikatda ham juda ham ko'p tushadigan savollar shu logaritmdan. Xo'sh, unda boshladik. Bizga logaritm masalan nima deydi? 2 darajasi x teng masalan 8 berilgan bo'lsin. Bilamiz, aytadi bizga 2 ning qanday darajasi 8 ga teng. Bu yerdan x teng 2 ning faqat 3-darajasi 8 ga teng. Bu yerdan bizga x teng 3 beriladi. Mana javobimiz 3. Agar 2 ning darajasi x teng masalan 7 berilgan bo'lsin. Bu holatda 2 ning qanaqa darajasi 7 ga teng? Bilamiz, bu bizga 2 bilan 3 oralig'ida bo'ladi. Bizga aniq qiymat yo'q. Buni hisoblashda endi logaritm mavzusiga kiritilgan. Logaritm mavzusi logaritm bu yerdan x teng logaritm 2 asosga ko'ra 7 bo'ladi. 2 ning logaritm 7 ga keltirishimiz uchun 2 ni nechinchi darajaga oshirsak bu 7 ga tengligini bildiradi logaritm. Tushundingmi? Bu bizga 2 asos bo'ladi, bu 7 argument bo'ladi. Masalan, logaritmda bir qancha xossalari bor. Masalan, birinchi xossamizni ko'rsak, agar logaritm bir xil asos ko'ra bo'lsa, logaritm asos ko'ra b plyusdan logaritm a asos ko'ra c bo'lsa, bu yig'inda bizga bir xil asosga yoziladi, a asos ko'ra b ga c ko'paytiriladi, qo'shish bo'lsa. Yana bir marta qaytaraman. Agar logaritm asoslari bir xil va yig'inda qo'shilsa ikkalasi, bunda uning argumentlari ko'paytiriladi. Mana bizga bu birinchi xossamiz bo'ladi. Xo'sh, endi misol ko'rinishida ko'rsak, masalan bizga logaritm 2 asos ko'ra 3 plyusdan logaritm 2 asos ko'ra masalan 7 berilgan bo'lsin. Bu holatda yig'inda bo'lsa bizga argumentlari ko'paytirilar, bu logaritm 2 asos ko'ra 3 ni 7 ga ko'paytiramiz. Bu yerdan logaritm 2 asos ko'ra 21 kelib chiqadi. Mana bizga misolimiz shu tartibda ishlanadi. Masalan, endi ikkinchi xossamizga o'tsak, ikkinchi xossamiz agar logaritm bir xil asos ko'ra bo'lsa, logaritm asos ko'ra b, endi ayirma bo'lsa, logaritm a asos ko'ra c bo'lsa, ayirmada logaritmning argumentlari bo'linadi. Yana bir marta qaytaraman, bo'linadi. Agar ayirma bo'lsa, bu bo'lishni bildiradi. Mana bu kasr chizig'i bo'lingan c. Buni yanada tartibroq yozsak, logaritm a asos ko'ra b taqsim c bo'ladi. Mana bizga logaritm ikkinchi xossasi. Xo'sh, misol logaritm masalan 3 asos ko'ra 14 minusdan logaritm 3 asos ko'ra 7. Endi logaritm bir xil asos ko'ra 3 ni yozib olib, 14 ni 7 ga bo'lamiz. Bo'lsak bizga 2lik kelib chiqadi. Mana misolimiz bu ikkinchi xossamizdan foydalanib ishlandi. Endi uchinchi xossamiz endi darajaga bog'liq. Masalan bizga logaritm a asos ko'ra n, a ning darajasi m, b ning darajasiga n bo'lsa, bu a bilan b ning darajalari logaritmning oldiga tushadi. Bu bizga b ning darajasi suratda qoladi,
A ning darajasi esa mahrajda yoziladi. Keyin qolganlari bizga logaritm A asos ko'ra B. Mana bizga bu 3-xossamizga tushadi. Esdan chiqarmaylik. Xo'sh, misol ko'rinishida ko'ramiz. 2 ning 3-si, masalan, bu yerdan 7 ning 4-si. Endi B ning darajasi bizga oldiga tushar ekan, B bizga 7 kelyapti. 7 ning darajasi 4 taqsim 3, keyin logaritm 2 asos ko'ra 7. Mana misolimiz ishlandi. Xo'sh, endi 3-xossamiz shu edi. Endi 4-siga o'tsak, 4-si buyurgan zaman 4-sida endi logaritm agar A darajasida masalan M, bu yerdan bizga B berilgan bo'lsa, endi esdan chiqarmaylik, B ning darajasiga 1 bor, to'g'rimi? Endi 1 bizda M, keyin logaritm A asos ko'ra B bo'ladi. Bu ham bizga bilishimiz kerak bo'lgan bir xossa. Endi yana bitta bunga misol ko'rayotmayman. Shuningdek, 5-si. Masalan, 5-xossaga o'tamiz. Agar logaritm bir xil asos bilan argument bir xil bo'lsa, buning qiymati 1 ga teng. Chunki A ning qanday darajasi A ga teng? Faqat birinchi darajasi bizga 1 ga teng. Har qanday holatda ham ishlaydi, faqatgina 0 dan katta musbat sonlar uchun. Lekin 1 ga ham teng bo'lmasligi kerak. Masalan, bizga 2 asos ko'ra 2 bo'lsa ham bu bizga 1 ga teng. Masalan, logaritm 3 asos ko'ra 3 ham bu ham bizga 1 ga teng. Endi masalan, logaritm endi bog'lab olsak, masalan, A ning darajasida M va A ning darajasida N kelib qoldi. Bu yerdan N bizga suratda qoladi va 3-xossamizga tushadi. M mahrajda va logaritm A asos ko'ra A. Mana bu bizga ko'rdik 1 ga teng. 1 ni N ko'rsam N taqsim M. Mana bizga javobimiz N taqsim M bo'lar ekan. Misol, masalan, logaritm masalan 2 ning 4-si va bu yerdan 8 berilgan bo'lsin. Endi mana bu logaritm 2 asos ko'ra 4 tursin. Mana bu 8 ning 2 ning 3-si deb yozsam bo'ladi. Endi bu yerdagi 3 suratda qoladi. Bu 4 mahrajda va logaritm 2 asos ko'ra 2 bo'ladi. Mana bu logaritm 2 asos ko'ra 2 1 ni beradi. 1 ni 3 ga bo'lsam 3 taqsim 4. Mana misolimiz ishlandi. Endi buni tushungan bo'lsak, mana bu 6-xossamiz ekan. Endi 7-xossamizga o'tamiz. 7-xossamiz agar logaritm biror bir A asos ko'ra 1 bo'lsa, buning qiymati 0 ga teng. Buni nima desak bo'ladi? A ning qanday darajasi 1 ga teng? Faqat 0-darajasi bizga 1 ga teng. Shuning uchun 0 ga teng. Qanday holatda ham ishlaydi. Masalan, logaritm 2 asos ko'ra 1 bo'lsa ham bu 0 ga teng. Logaritm 3 asos ko'ra 1 bo'lsa ham bu ham 0 ga teng. Har qanday, masalan, logaritm 27 asos ko'ra 1 ham bu bizga 0 ga teng. Lekin manfiy sonlarda ishlamaydi. Logaritmning asosi va argumenti musbat son bo'lishi kerak. Keyin uning asosi 1 ga teng bo'lmasligi kerak. Misol, masalan, logaritm masalan 27 asos ko'ra, masalan, bu yerda
bu yerda 1 bergan bo'lsa ham ko'rdik, bu 0 ga teng. Shu holatda ham bizga 0 ga teng bo'ladi. Endi bu holatlarni bildik. Ayirmadan qachon bu 0 ga teng, o'sha ayirma bo'lgan holatda 0 ga teng. Yig'indi bo'lgan paytda ko'paytirilar ekan, darajalar bo'lsa oldiga tushar ekan. Bir takrorlab qolamiz. Keyin misollarga o'tamiz. Keyin 8-chi bizga shakl almashtirish. Agar bizda logaritm a asos ko'ra b bo'lib qolsa, buni bir xil asosga keltirib olsak, shakl almashtirish bu s asos ko'ra b taqsim logaritm s asos ko'ra a deb yozsak bo'lar ekan. Bu bizga juda ham kerak bo'ladi, bu shakl almashtirish xossasi. Endi masalan, logaritm misol kelishi mumkin-da, 2 ko'ra 3. Biz buni bir xil asosga, masalan 7 asosga keltiring desa, buni logaritm 7 asos ko'ra 3 taqsim logaritm 7 desak, mana misolimiz bir xil asosga kelib qoldi. Endi tushungan bo'lsak, agar bizda logaritm 10-asos ko'ra masalan a kelib qolsa, buni lg yoki lg a deb yozsa ham bo'lar ekan. Bu bizga logaritmning yana bitta ko'rinishi bo'ladi. Masalan, yana bitta ko'rinishi bor. Logaritm y asos ko'ra a, bu bizga ln a ga teng. Shunga ln a ga teng. Bu ham bizga juda ham kerak ishlatiladi. Yana ln bu berilgan bo'lsa, nima ekan deb qolmaylik. Bunda bu yerdan ning tartibi 2,71 nuqta nimadir ketgan, bu tartiban 2,72 ga teng bizga. Endi misollar ko'rsak, misol masalan bizga logaritm, hozir misol ko'rinishda yozaylik. Misol masalan logaritm 2,8 asos ko'ra 8 minusdan masalan logaritm 2 asos ko'ra masalan 2 va plyusdan logaritm 2 asos ko'ra masalan 4 berilgan bo'lsa, buni qiymati nimaga teng deyish mumkin. Mana buni bildik. Endi ayirma bo'lsa bu bo'linar ekan. Bo'lib olsak, bu logaritm 2 asos ko'ra 8 ni keldim, plyusdan logaritm 2 asos ko'ra 4. Bu yerdan logaritm bizda logaritm 2 asos ko'ra 16 bo'ladi. 16 bu 2 ning 4-siga teng bo'ladi. Buni yozamiz. Logaritm 2 asos ko'ra 2 ning 4-si 4 oldiga tushadi. Buni qiymati 4. Logaritm endi 2 asos ko'ra 2. Logaritm 2 asos ko'ra 2 ham 1 ga teng. 4 ni 1 ga bo'lsam, 4 ga tengligiga kelib chiqadi. Yana bitta misol ko'ramiz. Ovoz eshitilyaptimi, yo'qmi?
Xo'sh, davom etamiz. Endi 1 plyusdan logaritm 5 asos ko'ra 3 taqsim logaritm 5 asos ko'ra 3 teng x berilgan ekan. Buni biz 1 plyusdan logaritm 3 asos ko'ra 5 orqali ifodalang degan. Buni biz logaritm 5 asos ko'ra 3 ni 3 asos ko'ra 5 keltirib olamiz. Buni 1 taqsim logaritm 3 asos ko'ra 5 deb yozib olsak bo'ladi. Taqsim logaritm 5 asos ko'ra 3 ni ham 1 taqsim logaritm 3 asos ko'ra 5 ko'rinishda yozib olamiz. Bu ham bizga x ga teng. Endi bunga logaritm 3 asos ko'ra 5 dan mahraj bersak, bu bizga logaritm 3 asos ko'ra 5 plyusdan 1 taqsim bu bizga logaritm 3 asos ko'ra 5 lar qisqargisi 1 qoladi. Bu ham bizga x ga teng ekan. X ni topib olsak, bizga logaritm 3 asos ko'ra 5 so'ragan ekan. Shu yerdan biz logaritm 3 asos ko'ra 5 ni topib olsam, logaritm 3 asos ko'ra 5 teng. Mana bu 1 bunga ayirma bo'lsa x minus 1 bo'lar ekan. Javobimiz mana x minus 1 bo'lar ekan. Mana bizga B javob bo'lar. Xo'sh, keyingi misolimiz. Keyingi misolimizda logaritm 1 taqsim 3 asos ko'ra 231 plyusdan logaritm 1 taqsim logaritm 7 asos ko'ra 231 plyusdan 1 taqsim logaritm 11 asos ko'ra 231 plyusdan logaritm 7 asos ko'ra 3 shunaqa misol berilgan ekan. Buni hisoblashimiz kerak ekan. Mana buni biz logaritm 1 taqsim logaritm 3 asos ko'ra 7 ni biz bunaqa yozib beraman. Yana bitta xossa qilib 1 taqsim agar logaritm a asos ko'ra b bo'lsa, buni biz logaritm b asos ko'ra a ko'rinishda yozishimiz mumkin. O'sha xossamizdan foydalanib ketamiz. Bu yerdan 1 taqsim logaritm 3 asos ko'ra 231 bizga logaritm 231 asos ko'ra 3 bo'ladi o'rnamlashib. Plyusdan bu ham logaritm 231 asos ko'ra keyingisi 7 bo'ladi. Plyusdan bu ham logaritm 231 asos ko'ra 11 bo'ladi. Endi bizga plyusdan logaritm 7 asos ko'ra 3 yozib olamiz. Logaritm 7 asos ko'ra 3 ko'paytirilgan. Mana buni logaritm 11 asos ko'ra 7 ni mana formuladan foydalanib olamiz. Logaritm b asos ko'ra a bo'lsa bizga 1 taqsim logaritm a asos ko'ra 1 b ga tengligidan bu bizga endi 1 taqsim o'rni almashadi. Logaritm endi 7 asos ko'ra 11 bo'ladi. Ko'paytirilgan logaritm yondagi 3 asos ko'ra 11 teng. Bu yerdan logaritm 231 asos ko'ra mana bu bizga yig'indi bo'lganligi sababli ko'paytiriladi. Argumentlari 3 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 11 plyusdan mana bu holatda mana bu taqsim logaritm 7 asos ko'ra 3 taqsim logaritm 7 asos ko'ra 11 ni men logaritm 11 asos ko'ra 3 deb yozib olishim mumkin. O'ynaki xossalarimizdan foydalanib boshida yozgan xossalarimni foydalanib yozishim mumkin. Yondagi logaritm 3 asos ko'ra 11 teng. Bu ham bizga logaritm 231 asos ko'ra 3 kara 7 21 11 ga ko'paytirsam bu ham 231 ga teng. Mana buni uchalasini ko'paytirsam bu bizga logaritm 11 asos ko'ra 3 ni yozib olib, buni 1 taqsim logaritm 3 asos ko'ra 11 deb yozishim mumkin. Bular ketadi. Bu ham bizga 1 ga teng, chunki 231 ning faqat birinchi darajasi 231 ga teng. Sarfida 1 ni berdi. Buni yig'indisi mana bizga 2 ga tengligi kelib chiqdi. Javobimiz 2 bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi savolimizga o'tsak. Keyingi savolimiz logaritm 3 asos ko'ra 2a bo'lsa va logaritm 3 asos ko'ra 5b bo'lsa, logaritm 90 asos ko'ra 10 ning qiymatini toping degan. Bu holatimizda biz faqat logaritm 3 va logaritm 5 asos ko'ra keltirib olaman mana bularni. Mana bu yerda yana bitta
boshida yozgan edim. O'sha formulamizni yana bir marta yozaman. Agar logaritm a kvadrat b bo'lsa, bizga logaritm s asos kvadrat b taqsim logaritm s asos kvadrat a deb yozishim mumkin. Shu xossalimizdan foydalanib yechamiz. Xo'sh, endi bizga qarasak, mana bu ikkalasining ham asosi 3 ga tengligidan mana bu logaritm 90 asos ko'rib, uni ham 3 asos keltirib olaman. Buni mana bu xossadan foydalanib logaritm 3 asos ko'rib 10 taqsim logaritm 3 asos ko'rib 90 deb yoza olaman. Xo'sh, bu yerdan logaritm 3 asos ko'rib 5 ni 3 asos ko'rib 10 ni 5 ko'paytirilgan 2 desam 10 ni beradi. Taqsim logaritm 3 asos ko'rib 90 ni men 9 ko'paytirilgan 10 yoki yana osonroq 9 bo'lsa, mayli. 9 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 5 ko'rinishida yozaman. Chunki mana bu bizga 9 mana bu asos darajasi keladi. 2 mana bu yerda berilgan, 5 ham bu yerda berilganligi sababli shu formuladan foydalandim. Xo'sh, tepadagi bizga ko'paytma bo'lsa, yig'indi tartibda yozsak bo'ladi. 3 asos ko'rib 5 plyusdan logaritm 3 asos ko'rib 2 bo'ladi. Taqsim buni ham uchalasini ham ko'paytma ko'rishni yozsam 3 asos ko'rib 9 bizga 3 ning kvadrati plyusdan logaritm 3 asos ko'rib 2 plyusdan logaritm 3 asos ko'rib 5 teng bizga logaritm 3 asos ko'rib 5 bu yerdan b ga tengligi ma'lum. Logaritm 3 asos ko'rib 2 a ga teng. Misolimizda berilgan. Mana bu 3 darajasi 2 oldiga tushsa bu 2 ni beradi. Logaritm 3 asos ko'rib 3 qoladi. Bu bizga 1 ga teng. 1 da 2 bo'lsa 2 plyusida logaritm 3 asos ko'rib 2 a ga teng. Logaritm 3 asos ko'rib 5 esa mana b ga teng. Mana bizga b plus a taqsim 2 plyusdan a plus b bo'lar ekan. Bu bizga D javobda turgan ekan. Xo'sh, navbatdagi savolimizga o'tsak. Keyingi savolimizga logaritm a asos ko'rib b logaritm a asos ko'rib b ga logaritm a asos ko'rib b plyusdan logaritm b asos ko'rib a teng 4 bo'lsa, logaritm a asos ko'rib b ning kvadrati plyusdan logaritm b asos ko'rib a ning kvadratini hisoblaydigan. Mana bu yerda yulduzchalik formula qilib yozib ketaman. Buni ko'rgan bo'lsangizlar kerak. A ning kvadrati agar plyusdan b ning kvadrat bo'lsa, mana bu shunga o'xshayapti. Buni biz a plyusdan b ning kvadrati minusdan 2ab ko'rinishda yozishim mumkin. Shu formuladan asoslanib misolimni mana buni yechaman. Buni endi biz logaritm a asos ko'rib b ning kvadrat plyusdan logaritm b asos ko'rib a ning kvadratini logaritm a asos ko'rib b plyusdan logaritm b asos ko'rib a ning kvadrati minusdan 2ab edi. A bizga logaritm a asos ko'rib b ko'paytirilgan b esa logaritm b asos ko'rib a. Endi bizda misolimizda mana buni yig'indisi 4 ga tengligi ma'lum. Buni o'rniga biz 4 ni qo'yib olaman. 4 ni qo'yib olsam bizga 16 bo'ladi. 4 ning kvadrati 16 minusdan 2. Mana buni biz logaritm a asos ko'rib b ni mana bunga o'xshatib olsam, buni logaritm b uzr 1 taqsim bo'ladi. 1 taqsim logaritm b asos ko'rib a ko'rinishda yozsam bo'ladi. Logaritm a asos ko'rib b yondagi logaritm b asos ko'rib a teng. Xo'sh, qisqaradiganlar qisqartirib tashlaymiz. Logaritm a asos ko'rib b asos ko'rib a ketadi. Bu yerdan 2 kira 1 2 16 minusdan 2 bo'lyapti. 16 dan 2 ni ayirib tashlasam menga 14 ga tengligi kelib chiqadi. Mana misolimizning javobi 14 ekan. Xo'sh,
Navbatdagi misolimizga o'tsak. Keyingi misolimiz logaritm 3 + 2 taqsim logaritm 18 + 3 minusdan logaritm 3 + 6 ning kvadrati degan. Shuni hisoblashimiz kerak ekan. Xo'sh, buni biz logaritm 3 + 2 ni yozib olib, mahrajni 1 taqsim logaritm 3 + 18 deb yozsam bo'ladi. Chunki mana bu bizga logaritm 18/3 pastga tushsa 1 taqsim o'rni almashadi. Shu xosiyatdan foydalanib ketaman. Yonida men esa logaritm 3 + 6 ni ham men logaritm 3 + 2 plyusdan logaritm 3 + 3 deyman. Bu bizga logaritm 3 + 6 bo'ladi. Buning endi kvadrati bo'ladi. Teng. Endi mana bu logaritm 3 + 2 ni yozib olsam, mana bu bizga yuqoriga chiqib ketadi. Yuqoriga bunga ko'paytma bo'ladi. Bu yerda endi logaritm 3 + 9 plyusdan logaritm 3 + 2 deb yozsam bo'ladi. 9 × 2 18 ni beradi. Minusdan logaritm 3 + 2 plyusdan mana bu logaritm 3 + 3 bizga 1 deb beradi. Buning kvadrati bo'ladi. Teng. Endi logaritm 3 + 2 ni yozib olaman. Mana bu logaritm 3 + 9 bu 9 bizga nechinchi darajasi? 3 ning nechinchi darajasi 9 ga teng? Ikkinchi darajasi bo'ladi. 2 plyusdan logaritm 3 + 2 minusdan logaritm 3 + 2 plyusdan 1 ning kvadrati. Endi biz qavuslarni ochib chiqamiz. Buni ko'paytirib chiqsam, menga 2 logaritm 3 + 2 plyusdan logaritm 3 + 2 ning kvadrati bo'ladi. Minusdan buni ochib chiqsam, mana buni bizga minusdan logaritm 3 + 2 ning kvadrati minusdan 2 logaritm 3 + 2 minusdan 1 bo'ladi. Endi qisqaradiganlar mana bu bilan bu qisqarib ketar ekan, bu bilan bu ham ketadi. Bizga javobimiz -1 qolar ekan. Mana javobimiz -1 ga teng ekan. Xo'sh, buni tushundik degan umiddaman. Xo'sh, navbatdagi 18-misolimizni ko'rsak. 18-misolimizga logaritm 6 + 2a ga teng ekan. Logaritm 108 + 12 ning qiymatini a orqali ifodalang degan. Bizga logaritm 6 + 2 berilgan ekan, a ga teng. Mana buni mana shu asosga keltirib olaman. Buni biz logaritm 108 + 12 ni logaritm 6 + 12 taqsim logaritm 6 + 108 deb yozib olaman. Xossamizdan foydalanib, formulamizni bilamiz. Mana bu holatdan foydalanaman. Logaritm agar b bo'lsa, bu bizga logaritm 1 ga asos keltirib olsam, s + b taqsim logaritm s + a. Shu xossamizdan foydalanaman. O'qiymiz. Xo'sh, endi logaritm 6 + 12 ni ham logaritm 6 + 6 plyusdan logaritm 6 + 2 deb yozib olaman. Chunki 12 ni beradi ko'paytmasi. Endi pastdagi logaritm 6 + 108 ni ham logaritm 6 + 108 demak 36 ko'paytirilgan 3 desam bo'ladi. Logaritm 6 + 36 plyusdan endi logaritm 6 + 3 bizga bu ko'paytmasi 108 ni beradi. Endi logaritm 6 + 6 1 ga teng, plyusdan logaritm 6 + 2 taqsim bu bizga logaritm 6 + 36 buni 2 ni beradi. Plyusdan logaritm 6 + 3. Logaritm 6 + 3.
Endi logaritm 6/2 bizga boshda a ga teng 1 plyusdan a taqsim bizga pastdagi logaritm 6/3 bo'lib qoldi. Logaritm 6/3. Endi 6/3 ni men keltirishim kerak. Buni ham men logaritm 6/2 ni mana bunday foydalana olaman. Logaritm 2 yo'q, bunday qilamiz. Mana 6/2 ni ham 1 taqsim logaritm 2/6 desam, 6 ni ham logaritm 2/2 plyusdan logaritm 2/3 deb yozib olsam bo'ladi. Teng, bu ham a ga teng. Xo'sh, 1 taqsim bu 1 deyiladi, plyusdan logaritm 2/3 bo'ladi, teng a ga teng. Bu yerdan logaritm 2/3 ni yozib topolsam menga 1 taqsim a minusdan 1 bo'ladi. Endi buni maxraj bersam a maxrajdan 1 minusdan a taqsim a bo'ladi. Bu ham teng logaritm 2/3 shunga teng bo'ldi. Endi buni shakl almashirsam bu logaritm 1 taqsim logaritm 3/2 bo'ladi. Endi bu o'rnamashadi, a taqsim 1 minus a bo'ladi. Shuni qiymatini qo'yib olaman endi. 1 plyusdan a taqsim logaritm 6/3 ni ham men logaritm 2/3 taqsim logaritm 2/6 desam bo'ladi. Teng. Endi 1 plyusdan a logaritm 2/3 bizga bor, buni yozib turaman. Taqsim logaritm 2/6 ni ham logaritm 2/2 plyusdan logaritm 2/3 desam bo'ladi. Teng. Mana bu bizga suratga chiqib ketadi. 1 plyusdan a ko'paytirilgan mana logaritm 2/2 1 deb beradi, plyusdan logaritm 2/3 2/3 qiymatini qo'yib olamiz. Logaritm 2/3 mana boshda ma'lum edi, 1 minus a taqsim a bo'lgan edi. Taqsim logaritm 2/3 bu ham bizga 1 minusdan a taqsim a ga teng. Xo'sh, bu yerdan unga a dan maxraj bersam a lar qisqarib ketayotgan, bu 1 taqsim a ni beradi. 1 plyusdan a taqsim a taqsim bu yerdan 1 minus a taqsim a bo'ladi. A lar qisqarib ketar ekanda, bu yerdan 1 plyusdan a taqsim 1 minusdan a kelib chiqar ekan. Mana bizga qiymatimiz kelib chiqdi. 1 plyusdan a taqsim 1 minus a. Xo'sh, keyingi savolimizni ko'rsak. Bizga logaritm 2/6 taqsim logaritm 2/3 bizga taqsim minusdan logaritm 2/3 taqsim logaritm 2/6 bo'lingan logaritm 2/18 taqsim logaritm 2/3 1 plyusdan logaritm 2/3 ni hisoblaydigan. Buni biz mana bu logaritm 2/6 taqsim logaritm 2/3 ni logaritm 3/6 ko'rinishda yozishim mumkin. Yondagini ham logaritm 2/3 taqsim logaritm 2/6 ni ham logaritm 6/3 ko'rinishda yozishim mumkin mana buni. Chunki mana bu qo'shimchaga aytamiz, logaritm agar a/b taqsim logaritm a/c bo'lsa, buni biz logaritm c/b ko'rinishda yozishimiz mumkin edi. Shu xossamizdan foydalanaman. O'qiymiz. Yozib oldim. Bu logaritm 2/18 ham bizga xo'sh, logaritm 2/18 ham bizga logaritm 2/9 plyusdan logaritm 2/2 beradi. Maxrajda logaritm 2/3 ko'paytirilgan 1 deyapman. Logaritm xo'sh, logaritm 2/2 desam bo'ladi, plyusdan logaritm 2/3 ko'rinishda yozsam bo'ladi.
Endi xo'sh, shu yerda bir narsa qilamiz. Buni hozir o'chirib turaylik. Nima qilamiz? Logaritm 2/18 ni man logaritm 2^6 plyusdan logaritm yozishim mumkin emas. Bu holatda qaytamiz. Mana shu holatda qoladi. Teng, mana shuni hisoblashim kerak. Mana bu bizga endi logaritm 3^6 minusdan logaritm 6^3 ni ham logaritm 3^2 plyusdan logaritm 3^3 desam bu logaritm 3^6 ni beradi. Minusdan buni bir logaritm 1 taqsim logaritm 3^6 bo'ladi. Buni ham men logaritm 3^3 plyusdan logaritm 3^2 deb yozsam bo'ladi. Bo'lingan mana bu bizga 9 3 ni kvadratiga 2 6 tushadi. Logaritm endi 2^3 bo'ladi. Plyusdan 1 deb beradi. Taqsim logaritm 2^3 bu bizga logaritm 2^6 ni beradi. Logaritm 2^6 teng. Xo'sh, mana bu bizga 1 deb beradi. Bu bizga 1 plyusdan logaritm 3^2 minusdan 1 taqsim bu ham 1 plyusdan logaritm 3^2. 3^2 bo'ladi. Shuni ham biz logaritm 3^2 ni ham 1 taqsim logaritm 2^3 deb yozib olaman. Bo'lingan mana bu bizga ko'paytmaygan. Buni biz logaritm 2^3 xo'sh bizga mana bu logaritm tepasi 2^18 beradi. Taqsim logaritm 2^3 ko'paytirilgan logaritm 2^6 bo'ladi. Xo'sh, endi bu chiqib ketadi. Mana bu bunga maxraj bersam, bu yuqoriga chiqqandan so'ng bizga 1 plyusdan logaritm 3^2. Xo'sh, bu ikki holatda qolgani yaxshi ekanda mana bu. Xo'sh, buni yozib turaylik. Bu bizga 1 plyusdan logaritm 3^2 edi. Xo'sh, endi minusdan 1 taqsim 1 plyusdan logaritm 3^2. Mana bo'lingan bizga mana bu endi logaritm 2^3 bizga endi logaritm 3^18 bo'ladi. Taqsim logaritm bizga endi logaritm 2^6 qoldi. Endi bu yerga maxraj bersak, bu bilan 1 plyusdan logaritm 3^2 ning kvadrati plyusdan 2 logaritm 3^2 bo'ladi. Minusdan 1 taqsim 1 plyusdan logaritm 3^2 bo'lingan ko'paytirish ko'rinishida yozib olaman. Mana bu bizga o'rni almashadi. Bu logaritm 2^6 bo'ladi. Bu bizga logaritm 2^3 plyusdan logaritm 2^2 beradi. Taqsim pastdagi bizga mana bu 3^18 pastga tushadi. Bizga endi logaritm 3^18 ning logaritm 3^9 plyusdan logaritm 3^2 deyman. Bu ham bizga 2 plyusdan logaritm 3^2 ni beradi. Teng. Xo'sh. Bu yerdan logaritm 1 plyusdan mana bular ketar ekan. Ketmas ekan hozirchalik. Xo'sh, yuqoridagini yana yozib turamiz. Bizga yuqoridagi birlar ketar ekan. Bu ikkalasidan biz hozir logaritm
3/2 ni chiqarib olsam bo'lar ekan maxraj qavsini tashqariga. Bu yerdan bizga logaritm 3/2 plyusdan 2 qoladi. Taqsim 1 plyusdan logaritm 3/2. Mana bu bizga ko'paytmaydi. Xo'sh, mana bu logaritm 2/2 1 deb beradi. 1 plyusdan mana logaritm 2/3 ni mana bu logaritm 3/2 ga keltirishim kerak. Uni men 1 taqsim logaritm 3/2 ko'rinishida yozib olaman. Taqsim 2 plyusdan logaritm 3/2. Mana bu bizga ketar ekan, mana. Endi bunga maxraj bersam, logaritm 3/2 dan maxraj bersam, bu bizga teng logaritm 3/2 taqsim maxrajimga 1 plyusdan logaritm 3/2 qoldi. Bunga maxraj bersam, menga logaritm 1 plyusdan logaritm 3/2 bo'ladi. Maxrajimda mana bu maxrajga tushadi. Bizga logaritm 3/2 bo'ladi. Endi qisqarib ketadiganlari mana bu ketar ekan, mana. Bu ham ketadi. Bizga javobimiz 1 ga teng bo'lar ekan. Mana 1 degan javob. Xo'sh, bo'lar ekan. 1 bizga C javob ekan. Gap qo'yamiz. Keyingi savolimiz. 9-savolimizga logaritm L ga degan bu bizga logaritm 10/2 bo'ladi. LJ A plyusdan 3B teng logaritm LJ A plyusdan LJ B plyusdan LJ C degan. Bo'lsa B ni A orqali ifodalang degan. Xo'sh, mana buni yozib olaman. Men hammasini LJ A plyusdan 3B teng LJ A plyusdan LJ B plyusdan LJ 3 deb yozsam, bu ham menga LJ birinchisini o'zi yozsam A plyusdan 3B teng. Mana bu bizga uchalasi ham yig'indi ko'rinishda berilgan. Buni biz LJ ko'paytma ko'rinishda yozsa bo'ladi. Hammasi A ko'paytirilgan B ko'paytirilgan 3 ko'rinishda. Endi bizga logaritmlari bir xil, LJlar bir xil. Bularni tashlab olamanda menga A plus 3B teng 3AB bo'lar ekan. Endi bizga aytgan B ni A orqali ifodalang degan. Buni endi A ni B ni topib olishim kerak. Endi A ni bu yerga qoldiraman-da, 3AB ni yoniga men 3AB ni ko'paytirib ayirma qilib o'tkaziraman. Endi mana bu ikkalasidan endi 3B ni chiqarib olsam bo'ladi. Bu yerdan bo'ladi, menga A minusdan 1 bo'ladi. Teng, bu ham A ga teng. Endi bu yerdan B ni topsam, 3 ko'paytirilgan, mana bu A minus 1 bunga bo'linma bo'lib o'tadi. A taqsim 3 ko'paytirilgan A minus 1 bo'lar ekan. Mana bizga javobimiz B A orqali ifodalab oldik. A taqsim 3 ko'paytirilgan A minus 1. Mana bizga B javob bo'lar ekan. Javobimiz kelib chiqdi. Bugungi mavzu shundan iborat edi. Nasib qilsa Xudo xolasa, keyingi darsimizga biz sizlar bilan tenglamalar, funksiyalar va tengsizliklar mavzusini o'tamiz. Shuning bilan darsimiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.